Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu sanuzelimizni bitirganimizga ancha bo'ldi, lekin syomka qilishga imkoniyatimiz bo'lmagandi. Sababi mana to'g'rida buni oynali dushimiz yo'q edi. Oynani keyin o'rnatishdi va shkaflarimiz qilingan yo'q edi. Shuning uchun endi syomka qilyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Devorlari mana attachento bo'lgan. Va mana chap tomonga mana rakvina oynalari bilan o'rnagan. To'g'rida mana dushovoy zonamiz. Endi qisqacha bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana to'g'rida simsitel joylashgan va mana shu uglimiz PVH panel bilan qoplangan. Va mana o'ng tomonida unitazimiz joylashgan. Va mana bu yerda tokcha bor edi. Buni ham mebelchi akamiz, ustamiz juda ham chiroyli qilib mebel qilib ketibdi. Hozir ichini ochmaymiz faqat. Mana bu joyda romimiz bor edi. Romga ham mana ko'ryapsizlar, jaluzini svetini moslab cho'tka qilib tanlangan, qo'yilgan. Pollarimiz keramogranit bo'lganida, hozir topli pol yoqib ekan. Juda ham komfort holatda turibdi. Xullas, juda ham lazzat. Va mana bu joyda ham ko'rishlaringiz mumkin. Kichkinagina lyuk hisobida qilingan va bu joyda mana ham ko'rishlaringiz mumkin. Nasos topli polni ulangan joyi va to'g'rida mana bu joyda ham tokcha bor edi. Bu joyda ham ichiga areston joylaganmiz. Mana hozir mana mebelning ichida qolgan shu narsa. Arestonimiz. Sekin bu tomonni ham ochib ko'rsataman. Mana nasoslari o'rnagan. Juda ham go'zal holatda bo'lgan. Xo'sh.